Avvalambor assalomu alaykum. Barcha Fiz kanalidan obunachilarimiz ancha ko'p emas, lekin oz yaxshi, soz yaxshi deydi-ku. Mayli, xo'p. Yangiligimiz shu gri imtihoniga tayyorlanish uchun, demak, darslarimizni boshlaymiz. Ya'ni hammamiz bilgan o'sha kitob, ma'lum 600 betmi, nechidir bet kitob bor-ku. O'shandan boshlaymiz. Xo'p, o'zim ham topshirmoqchiman, hammaga foydali bo'lishligi uchun video dars qilishga qaror qildim, to'g'risi. Xo'p, demak boshladik. Xo'p, birinchi masalamiz: a particle moves along the x-axis from xi to xf of the following values of the initial and final coordinates, which results in the displacement with the largest magnitude. İngilizce talaffuzi unchalik zo'r emas, endi oldindan uzr, zo'r emas endi. Demak, moddiy nuqta deyapti. X oki bo'ylab boshlang'ich nuqtadan oxirgi nuqtaga ko'chdi. Quyida keltirilgan boshlang'ich va oxirgi koordinatalarning qiymatlari qaysi biri eng katta modulga ega bo'lgan ko'chishni beradi. Qaraymiz. Birinchi biz yodlaydigan narsamiz bu particle moves. Particle moves degani bu moddiy nuqta yoki zarracha deb tarjima qilar ekan. Bilamizki, demak, along the x-axis from xi to xf, ya'ni xi dan xf gacha deyapti. Of the following values. Shu keltirilganlardan qaysi koordinatalar deyapti. Displacement with the largest magnitude, ya'ni displacement degani bu nima edi? Xullas, displacement degani boshlang'ich shu ko'chish bo'lsa kerak-da. Magnitudmikin yoki ko'chish. Xullasda shu tarjimasi esimdan chiqdi. Xullas, aytyaptiki, eng katta ko'chish qaysi biri? Xo'p, hisoblab ko'ramiz. Ko'chish topish formulasi, ya'ni delta S teng ikkinchidan birinchi olinadi, bilamiz. Ya'ni ikkinchi deganimiz bu xf ayiramiz xi. xf mana shulardan qo'yib ko'ramiz endi eng katta bo'lishligi uchun. Xo'p, misol uchun 6 dan 4 ni ayirsak 2 bo'ladi. -8 dan -4 ayirsak -4 bo'ladi. 2 dan -4 ayirsak 6 bo'ladi. -2 dan -4 ayirsak -6 bo'ladi. 4 dan -4 ayirsak 8 bo'ladi. Demak, 4 dan ayiramiz -4 ni. Teng 8 metr, ya'ni javobimiz javob bo'lyapti bizda. Endi javobda. Xo'p, davom etamiz. Ikkinchi masalamiz: a particle moves along the x-axis from xi to xf of the following values of the initial and final coordinates, which results in a negative displacement. Negativ. Xo'p, demak, qaranglar, displacement degani bu ko'chish ekan. Qaranglar, mana bu yoqda ham bor. Displacement mana bu yoqda ham bor ekan. Displacement deyapti-ku, ya'ni place degani joy bildiradi. Xo'p, a particle moves along, ya'ni moddiy nuqta shu. A particle moves degani shu yana shunaqa narsa, ya'ni xi dan xf ga ko'chdi deyapti. Endi qaysi biri manfiy ko'chishga olib keladi deyapti. Ya'ni ko'chishimiz nima bo'lishi kerak bizda? Manfiy bo'lishi kerak-da. Odatda ham delta s ham yozilmasdi ko'chishdi. Biz yozyapmiz. Delta s 0 dan kichik bo'lishi kerak. Xo'p, yana shu ayirib ko'ramiz. Delta s teng xf minus xi. xf deganimiz, ya'ni ayirsak manfiy chiqadigan son topishimiz kerak. 6 dan 4 ni ayirsak -2 bo'ladi. Xo'p, keyingisi -8 dan -4 ni ayirsak -4 bo'ladi. Xo'p, 2 dan -4 ni ayirsak 6 bo'ladi. -2 dan -4 ni ayirsak 2 bo'ladi. Bundan buni ayirsak 0 bo'ladi. To'xtanglar, 6 dan 4 ni ayirsak 2 plus 2 o'zim ham o'ylabman, ikkita javob bo'ladi. Demak, mana shu javob bo'ladi. Ya'ni B javob bizda to'g'ri bo'lar ekan.
Xo'p, keyingi masalaga o'tadigan bo'lsak, uchinchi masala nazariya bo'lgani uchun tashlab ketdim buni tarjima qilmasdan. Xo'p, tarjimalarni shu fizika noldan kanaliga tashlab boryapman faylni. Kirib bemalol ko'rsangizlar bo'ladi. Xo'p, keyingi 4-chi masalamiz. Two automobiles are 115 kilometers apart and traveling toward each other. One automobile is moving at 16 kilometers per hour and the other is moving at 14. In how many hours will they meet? Ya'ni, hop, ikkita avtomobil bir-biridan 150 kilometr masofada turibdi va ular bir-biriga qarab deyapti, harakatlanmoqda. Ya'ni qarama-qarshi yo'nalishda albatta. Avtomobillardan birining tezligi 60, ikkinchisiniki esa 40. Ular necha soatdan keyin uchrashadilar? Demak, avtomobil mana qiyin emas o'zi. Xo'p, mana bu yerda lekin qaranglar mana. Apart and traveling toward each other. Toward each other degani bir-biriga qarab deganda mana shu toward each other. Ashira bizga demak nima bo'ladi? Yodlashimiz kerak. Toward each other. Bir-biriga qarab. Xo'p, will me meet. Meet degani uchrashuv bilamiz bu. Meeting deyiladi-ku, mana ko'p nimalarda meet deganda uchrashuv. Qachon, qancha vaqtdan keyin uchrashadimi bilamiz. Formulasi S taqsim V1 plus V2. Ya'ni qarama-qarshi bo'ladigan bo'lsa, ikkita avtomobil bir-biriga, ya'ni bittasi bu yoqqa, bittasi bu yoqqa kelsa, orasidagi masofa S bo'ladigan bo'lsa, V1 V2. Vaqt topish uchun mana shu formulani bilamiz hammamiz. 150 ni bo'lishimiz kerak 40 plus 60, ya'ni 100 ga. Javobimiz 1.5 chiqadi. D javobiga. Xo'p, keyingi masalamiz. A car travels 14 kilometers at an average speed of 18 kilometers per hour and then travels 14 kilometers at an average speed of 14 kilometers per hour. The average speed of the car for this 18 kilometer trip is. Hop. Ya'ni avtomobil travel, ya'ni sayohat qildi deyapti. Endi avtomobil yo'lining dastlabki 40 kilometr qismini 80 o'rtacha tezlik bilan, keyingi 40 qismini esa 40 o'rtacha tezlik bilan bosib o'tdi. Avtomobilning butun 80 kilometrlik yo'ldagi o'rtacha tezligi qancha bo'ladi deyapti. Xo'p, o'rtacha tezlik. Xo'p, yo'l ikki qismga bo'linsa, xo'p, o'rtacha tezlikni formulasi, o'z asosiy formulasi S umumiyning demak T umumiyga nisbati edi. S umumiy deganimiz S1 plus S2, T umumiy deganimiz T1 plus T2. Xo'p, S1 S2 ni o'rniga necha qo'yamiz? Xo'p, umumiy o'zi aytib turibdi 80 km qo'yamiz. T1 bilan T2 yo'q, bizda nisbat olamiz. 40 ni 80 ga bo'lsak 0.5, 40 40 ga bo'lsak 1. Xo'p, ana shu 80 ni 1.5 ga bo'lsak, 3 taqsim 2, 160 ni 3 bilan 53, mana shu javob chiqadi. D javob. 53 3 chiqadi javob. Bu inglizlar mana shu 3 ni 0.3 ni olmay ekanda. 53 bo'lsa 53 deb ketaverar ekan. Zo'r ekan shu yerda lekin. Xo'p, mayli, keyingi masalamiz. A car starts from Heizer goes 15 km in a straight line to Yon, immediately turns around and returns to Heizer. The time for this round trip is 2 hours. The magnitude of the average velocity of the car for this round trip is. Ya'ni ikkita nuqta qo'ygani mana nima ekanda? Shu tezligini top degan ma'noda anglatiladigan ma'noda son yozamiz-ku, mana ikkita nuqtadan keyin. Shu ma'noda ko'p so'roq ishlatilmagan bu yoqda. Xo'p, aytibdi avtomobil Heizer deb nimada bo'qalar, keyin Heizer deb o'qib ketaverdim men. Xullas, A nuqtadan deyapti, to'g'ri chiziq bo'ylab Yon nuqtasiga 50 km masofani bosib o'tdi. So'ngra zo'rlik bilan ortga qaytib, yana shu chiqqan yo'liga qaytib keldi, ya'ni chiqqan joyga qaytib keldi. Shu borish kelish bitta to'liq aylanish uchun ketgan vaqt 2 soatga teng deyapti. Avtomobilning ushbu demak borish kelish davomidagi o'rtacha tezligining modulini topishimiz kerak. Xo'p, bitta joyga e'tibor berishimiz kerak. Mana shu yerda tarjimada sal kamchilik bo'lgan menimcha. Keyin ko'rib chiqdim uni tezligining moduli nimaga teng? Ya'ni mana shu yerda
o'rtacha tezlikning qaranglar. Ko'chishdagi o'rtacha tezligi bor ekan, butun yo'ldagi o'rtacha tezlik bor ekan. Ya'ni ko'chishdagi o'rtacha tezlikda mana delta S ishlatiladi, ya'ni ko'chish ishlatiladi. Bu ko'chishdagi. Xo'p, umumiy yo'ldagi esa o'zimiz bilamizki, umumiy bosib o'tilgan yo'l ishlatiladi. Hozir ko'chishimiz mana bordi, masalan, misol uchun ana A nuqta, bu yoqda B nuqta holi. Qaranglar, mana bu B nuqta. Bordi-dagin qaytib keldi mana shu nuqtaga yana. Ya'ni ko'chish nimaga teng bu yoqda? Bilamiz, ko'chishimiz 0 ga teng. Ana shu uchun bu yoqda 0 qo'yamiz va vaqti 2 soat bo'lishiga qaramasdan baribir o'rtacha tezligi 0 chiqadi. Xo'p, mana aytyapman, ikkita bizda o'rtacha tezlik bor. Ko'chish uchun o'rtacha tezlik va umumiy yo'l uchun. Mana 7-chi masalam shu haqida. A car starts from Heizer, goes 15 km in a straight line to Yon, immediately turns around and returns to Heizer. The time for this round trip is 2 hours. The average speed of the car for this round trip is deyapti. Qaranglar, mana average speed degani bu mana shu butun yo'l degan ekanda. Ya'ni borish kelish davomidagi bu yoqda ko'chish qolib ketgan mana shu yoqda. Bu yoqda demak davomidagi o'rtacha tezligi nimaga teng? Ya'ni endi umumiy yo'ldagisini so'rayapti bu yoqda. Bu o'rtacha yo'l, ya'ni umumiy biz o'zimiz hozir ishlatadigan S umumiyni demak T umumiyga nisbat, ya'ni umumiy yo'l qo'yiladi bu yoqda, ko'chish emas. Yo'lni qo'yadigan bo'lsak 100 qo'yamiz tepaga, pastga 2 qo'yamiz va javobimiz necha chiqadi? 50 chiqadi. B javob bo'lar ekan bizda. Hop, 8-masala. The coordinate of the particle in meters is given by xt 60t minus 3t cube. Where the time t is in seconds, the particle is momentarily at rest at t. So'roq. Mana so'roq. Questionda bu. Model nuqtaning koordinatasi berilgan metrlarda deyapti. T vaqt sekundlarda berilgan. Jism qaysi vaqtda lahzali to'xtaydi? Vaqtincha tinch holatga keladi, ya'ni to'xtaydi desa nima qilamiz? Tezlikni 0 ga tenglashtiramiz. Xo'p, tezlikni 0 ga tenglashtiramiz. Bizda koordinatamizni demak tenglamasi bor. Ya'ni 16t minus 3t ning kubi. Xo'p, biz bilamizki, ko'chishdan bir marta hosil olsak, tezlik beradi. Shuning uchun 16t ayiramiz. 3-uchimiz 9 karat kvadrat teng 0 bo'ladi. 9 qayerdan kelganini bildingizmi? Hosil olganda mana bu 3 oldinga tushardi-ku. Va o'zi minus 1 ga kamayadi, ya'ni 2 bo'lib qoladi. Ana shuni 0 ga tenglaymiz, xolos. 0 ga tenglasak, mana demak 16t teng 9t kvadrat bo'lib qoladi. To'xtanglar. Biz xato qildikmi deyman. Hamda t qaranglar, bu yoqda t bo'ladi, mana bu bo'lmaydi-ku. Hosilada yo'qolib ketadi-ku. Mana bo'lmaydi. Xo'p, demak t teng, demak plus minus tepada 4, pastda 3. Xullas minusidan voz kechamiz, chunki vaqt minus bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun 1.33 degan javob, ya'ni 1.3 degan javob bo'ladi bizda. B javob bo'ladi. Xo'p, agarda tez aytayotgan bo'lsam, endi video iloji boricha qisqa bo'lsin deyapman. Qotirib ko'rishlaringiz mumkin, orqaga qaytarib. Agarda kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada demak qoldirishlaringiz mumkin yoki Telegram kanalda. Hech kimni ham yozib qo'yaman hali. Shu yerda qoldirsangizlar, baribir kamchiliksiz ish bo'lmaydi-ku. Xo'p. Demak, 9. A drag racing car starts from rest at t0 and moves along a straight line with velocity given by v t quadrate, where b is a constant. The expression for the distance traveled by this car from its position at t0. Shu teng ismi kelmayapti. Teng tarjimasi nima edi? Xullas, mayli. Ya'ni drag racing deyapti, tezlanuvchan poyga. Drag racing deb aytilar ekan shu.
0 paytdagi demak chiqdi. To'g'ri harakatlanish shu v teng b kvadrat qonuniyat bo'yicha davom ettirdi. Ushbu avtomobilni t teng 0 paytdagi vaziyatdan boshlab bosib o'tgan masofasi uchun foda qaysi javobda to'g'ri berilgan? Ya'ni bizda demak tezlikning vaqt bilan bog'liq tenglamasi bor. Esni so'rayapti. Biz bilamizki, boyagiga teskari amal qilamiz endi. Bu yoqda v ni topish uchun yo'ldan hosil oldik. Yo'lni topishimiz uchun v dan nima qilamiz? Boshlang'ich olamiz. Boshlang'ich olsak t bo'yicha t ni darajasiga bitta qo'shiladi va mana shu darajadagi songa bo'lib qo'yamiz. b t kub taqsim 3. B javob bo'ladi. Xo'p, 10-chi. A ball rolls up a spool. At the end of the 3 seconds, its velocity is 20 centimeter per second. At the end of 8 seconds, its velocity is 0. What is the average acceleration from the 3rd to the 8th second? Ya'ni zo'r masala mana shu ham. Ko'p to'pkalik bo'ylab yuqoriga dumalamoqda. 3-sekundda oxirgi tezligi uning 20 ga teng, 8-sekundda oxirgi tezligi esa 0 ga teng. Ko'p to'pning 3-sekund, 8-sekundgacha bo'lgan vaqt oralig'ida o'rtacha tezlanishi nimaga teng deyapti? Ya'niki qaraymiz mana. Mana shu yerda misol uchun biror bir v0 tezlik bilan ketdi deylik. Mana v0 bilan ketdi. v0 bilan dumalayapti tepaga qarab. Ya'ni eng 8-sekundda chiqar ekanda tepaga. Mana shu oxiridagi tezligi 0 deb shuncha aytyapti. Ya'ni oxirgi tezligi 0. Mana qilay 0 mana. Bu 0 emas, 0 bo'lmaydi, chunki tepaga chiqyapti-ku mana. Xo'p, endi nima qilamiz? Endiki navbatimiz bizda n sekunddagi tezlikdan foydalansak bo'lar ekan. Qaraymiz, qaranglar. Xo'p, n sekundda tezlik bor ekan formulasi qaranglar. v0 aylangan a ko'paygan n-1 degan. N bu n sekund, bilasizlar, sekund qo'yamiz o'rniga. Mana shu formula bizda asosiy formula bo'ladi. 2 marta yozib olamiz buni. Hop, birinchisiga yozamiz oxirgi tezlik 20 bo'lishi. 20 teng v0 aniq emas bizda. v0 ayiramiz a qovus ichida 3-sekund degan shu 3-1 deymiz. Hop, keyingisi esa oxirgi tezlik 0 bo'yicha 0 qo'yamiz va v0 0 emas, v0 berilmagan va o'zgarmas bizda ayiramiz a ko'paygan 8-1 bo'ladi. Mana shu tenglamani qaranglar, mana v0 topaylik. Birinchi tenglamada v0 topsak agar 20 plus 2a bo'ladi. Hop, ikkinchi tenglamada v0 topaydigan bo'lsak agar 7 tani o'zi bo'ladi. Mana chunki 0 ku qo'shiladi bu yoqqa qo'shsa. Mana shu ikkalasini nima qilamiz? Tenglayveramiz va 7 tani yoniga 2a o'tadi. 5a miz teng bo'ladi 20 ga. Hop, a teng bo'ladi demak 4 santimetr sekund kvadrat. Xo'p, agar endi bu yoqda nima qilibdi, nima desam ekan, plusi javob, minusi bo'lardi, chunki seklanuvchi harakat-ku. B javob bo'lardi bu ham. Ustiga silib ketdi. Xo'p, keyingi masalamiz, the coordinate of an object is given as a function of time by x teng deya qo'yaylik mana 70 minus 3t quadrat, where x is in meters and t is in seconds. Its average velocity over the interval from t0 and t4 second is. Qaranglar, tarjima qilamiz. Sizga demak given degan berilgan, shu obyekt nimasi koordinatalari berilgan. X'imiz metrda deyapti, t'imiz sekundda berilgan deyapti. Xo'p, aytayaptiki, o'rtacha tezligini topishimiz kerak deyapti. 0 dan 4 sekundgacha. Xo'p, tarjimasini to'g'ri qilyapman o'zi. Tarjima o'rganib ketasizlar. Birinchisida qiyin bo'ladi. Jismning koordinatasi vaqtga bog'liq ravishda shuna funksiya berilgan. Bu yerda x metrlarda va t sekundlarda o'lchanadi. Jismning 0 sekunddan 4 sekundgacha bo'lgan vaqt oralig'idagi o'rtacha tezligi nimaga teng? Xo'p, nima qilamiz? Qaranglar. Bitta g'oya kelyapti. Qaytib ketyapti deydi-ku. Hop, qaraymiz.
Aa, o'rtacha tezlikda o'zi nima bo'lardi? Umumiy vaqt, umumiy yo'l. Ne qilsak ham bo'ladi, tezlikdan foydalansak ham bo'ladi. Xo'p, mana qilaylik, mana yo'l topaylik. 0-sekundagi yo'lni topaylik. 7 kara 0 minus 3 0'ning kvadrati. Bilamiz 0 bo'ladi. X1 edi. X2'mizchi? 7 ko'paygan 4 ayrilgan 3 ko'paygan 16. Xo'p, 28 48 minus 20 bo'lar ekan. Xo'p, endiki navbat. Qaranglar, average deyapti. Average degan nima edi? Shu o'rtacha tezlikda, shu average degan o'rtacha tezlik. Xo'p, endiki navbat. O'rtacha tezlik topish uchun umumiy yo'lning vaqtga nisbat. Bu yoqda ham ko'chish qo'yibdi-da, bu mana qaranglar, ko'chish. Ko'chish deganimiz minus 20 minus 0 taqsimdan 4'ti minus 5 bo'ladi javob. Demak, interval vaqt bersa, shu ko'chishni qo'yaverish kerak-da, menimcha. Jismning 0 sekundda vaqt oralida o'rtacha tezligi nimaga teng? Yo'qda sekinlanuvchi harakat bo'lyapti-ku. Menimcha shuning uchun ham minusdan chiqadi-da o'rtacha tezligi. Sekinlanuvchi harakatku. Shu uchun ham-da. A bilan ifodalasak ham bo'ladi, buni A bilan kichkina desak. Boshqa tezligini topaydigan bo'lsak, mana boshqa yo'l bilan topaylik. Boshqa tezligi 0 ni topaydigan bo'lsak, o'zi bu yoqda berilgan. Hosil olsak hozir bilib qoladi. 7 bo'lar ekan, oxirgi tezlikchi 4 qo'yamiz-da. 4 kara 7 28 minus 20 bo'ladi. To'g'rimi? Hosil olsak hozir 6t bo'ladi. 7 minus 6 4 24 bo'ladi. 7 minus 24 bo'lar ekan uzr hozir. Isbotlamoqchiman-da boshqa yo'l bilan yana. Agar shunaqa bo'lsa, demoqchi edim, deydi-ku. Xo'p, hosil olgandan keyin, ya'ni men hozir nima qilib isbotlamoqchiman? Buni demak x dan hosil olyapmiz-ku biz. Qolyapti 7t minus 6t-ku. 7 minus demoqchi edim. 7 minus 7t emas, 7 minus 6t, chunki t ni o'zi yo'qolib ketadi hosilada. Ana shunda hozir t ni o'rniga 4 qo'ysak 24, 7 da 24 tasa minus 14 ku, to'g'rimi? Minus 14. Xo'p. Minus 14 kara va 1 va 2 taqsim 1 plus va 2 qilsak-chi. Unaqa yo'lda chiqmas ekan. Mana shu birinchi usulda hisob qolaveringlar. Mana shu birinchi usul. O'zim ham hisob qoldim. Minus bo'lar ekan mana shu. Menimcha shu tenglama asosiy sabab shu tenglamani oldi minus bo'lganligi uchun nimamiz minus chiqyapti. O'rtacha tezligimiz. Xo'p, 12-chi masala. The velocity of the object is given as a function of time. Ana endi v ning tenglamasini beryapti endi. Where v is in meter taqsim second and t is in seconds, its average velocity over the interval from 0 dan 2 gacha deyapti. Hop. Yaxshi, jismning tezligi vaqtga bog'liq ravishda shunaqa berilgan deyapti. Meter taqsim sekundlarda t esa sekundlarda bo'lsa, jismning 0 dan 2 sekundgacha bo'lgan vaqtda o'rtacha tezligi nimaga teng? Xo'p, qaranglar, bunaqa masalalarda har doim qanchaga ko'chishini topishimiz kerak ekan, mana qaranglar. Ko'chishni topishimiz kerak ekanda bunda. Ko'chish topaylik-da. Ya'ni nima olamiz? Boshlang'ich olsak hozir 4 kvadrat taqsim 2 bo'ladi-ku. 2t kvadrat ayrilgan 3t kub taqsim 3 bo'ladi-ku. Shuning uchun t kubni o'zini yozaman. Ana shunga qo'yib ko'rishimiz kerak, mana qaranglar. S1 ni topaylik. 0 qo'ysak 0 chiqadi. S2 ni hozir 2 qo'yadigan bo'lsak, 2 ko'paygan 4 ayrilgan 2 ning kubi. 2 ning kubi bu 2 bu. Teng bu ham 0 chiqadi. Ya'ni ko'chishimiz bizda 0 bo'lyaptimi? Bo'ldi.
demak o'rtacha tezlik ham 0 deyiladi. Qaranglar. Hop, o'rtacha tezlik esga tushdi-da, endi esga tushdi. Delta S taqsim B. T teng demak nima bo'ladi? 0 bo'ladi. A javob bo'ladi ekan. Xo'p, keyingisi 13. The coordinate of an object is given as a function of time by x shunday belgilangan, where x is in meters in t seconds aytib ketyapti. X lar metrda, t lar sekundda. Its average acceleration of the interval from 0 dan 2 gacha acceleration. Endi o'rtacha tezlanishni topishimiz kerak. Xo'p, o'rtacha tezlanish x teng nima berilgan bizda? 4t kvadrat aylangan 3t kub. Xo'p, menimcha mana bu formuladan ketamiz, qaranglar mana. Delta v ning delta t ga nisbatida. Esimda bo'lsa agar. Xo'p, mana bundan v ni topib olamiz. Birinchi hosil olsak 8 kara t ni o'zi bo'lib qoladi, aylangan 9t kvadrat bo'lib qoladi. Xo'p, bu yoqdan v1 v2 ni topaylik, v1 topaylik, v2 ni topaylik. Ya'ni birinchi safar 0 qo'yib ko'rsak 0 bo'ladi, ikkinchi safar 2 qo'yib ko'rsak 8 kara 2 aylangan 9 kara 4 2 ning kvadrati teng minus 20 bo'ladi. Xo'p, delta v deganimiz v2 minus v1. Delta t deganimiz t2 minus t1 teng v2 minus v1 deganimiz minus 20 bo'ladi. t2 minus t1 deganimiz nima necha bo'ladi? 2 bo'ladi. Va javobimiz minus 10 metr sekund kvadrat bo'ladi. Bormi shu javob? C javob ekan. Tushunarlimi? Xo'p, v ni topdik. Delta v dan delta t ga nisbatan topib, demak tezlanishni topib oldik. Mana shu topadigan tezlanishimiz bor-ku bizlar mana shu. Mana shu o'rtacha tezlanish deb aytiladi-da, shuni eslab qoling. Mana shu o'rtacha tezlanish deb ham aytiladi mana shu. Chunki o'rtacha tezlanish o'zi ma'nosi tezlik o'zgarishi-ku. Tezlik o'zgarishini topdik biz. Tezlik o'zgarishini topgandan keyin shu vaqtni ichidagi tezlik o'zgarishini topdik. Nisbat olib qo'yamiz, o'rtacha tezlanish kelib chiqadi. Tamom, bo'ldi. Keyingisi va oxirgisi. Each of four particles move along an x-axis. Their coordinates in meters as function of time in seconds are given by which of these particles have constant acceleration. Ya'ni 4 ta zarrachaning har biri x o'qi bo'ylab harakatlanmoqda. X o'qi bo'ylab qaranglar. Ularning demak koordinatalari metrlarda, vaqtlari esa sekundlarda. Ushbu zarrachalarning qaysi birida tezlanish o'zgarmas bo'ladi. Qaranglar, o'zgarmas bo'lish kerak. Ya'ni bizda teng konstanta bo'lish kerak. Xo'p, bitta narsani eslaymiz, qaranglar. Bitta narsa bor. A 0 bo'lishi mumkin, A konst bo'lmasligi mumkin. Biz bilamizki, agarda x t bilan t ni o'zi bog'liq bo'lsa, bu demak nimaga olib keladi? Tezlanish 0 ga olib keladi. Ya'ni oddiy v ni t ga bog'liq tenglamas bo'lib qoladi-ku. Endi qaranglar, bitta narsani eslab qolishimiz kerak. Mana shu x t ning t kvadratga bog'liqligi bizda demak tezlanish o'zgarmasligini ta'minlaydi. Ammo lekin biroq agarda bu t kubga proporsional bo'lsa, tezlanish o'zgaradi. Shuni eslab qolishimiz kerak. Faqat t kvadrat bo'lgan tenglamani topamiz, ya'ni 3 va 4 javobimiz D javob bo'ladi. Xo'p, shuning bilan demak 14 ta masala hozir boshlanishiga demak o'shan o'zi ham demak o'zi ham 30 minut bo'libdi, mana qaranglar. Xo'p, kamchiliklar bo'lsa yozib qo'yamiz, baribir kamchilik bo'ladi.